Bugün men sizlarga bütün Şinjan'da anda xo'raz, manda xo'raz deb dapenji qilayotgan dapenji xalqning dapenji qo'risini tepsiz deb beradi, diqqatinglar bo'lsin. Bugün biz sizlarga shu Muratli ustam, Osmonjon ustam, men bugün biz sizlarga bu yerlik to'qiniki qo'risini tepsili so'zlab beramiz. Bugungi bu qo'risini hargiz siyirib etmay, yurakni aymay berishni umid qilaman. Bugün dapenjimizga hisobimiz. Aldı bilan biz mushu to'qini pakiz tazlab, yuvib, tayyor qilib olgandan keyin buni endi chanaymiz. Cho'ngligini, yong'oq cho'ngligida chanab tayyor qilib olsak bo'ladi. Buningki ikkita parchasi bor. Ikkita parchani yo'g'on holatda parcha etmay qo'yib qo'yamiz. To'q go'shtini bitta o'lchamli to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin endi biz yong'on tayyor qilamiz. Yong'on cho'ngligini bitta cho'nglik qilsak bo'ladi. Endi keyin qozonga suv astok, suv esib, avval biz to'q go'shtini bir qaynatib ilib olamiz. Endi biz qozonga bir chumch atrofida mayni quydik. Undan keyin 40 gram shakar soldik. Endi biz buni tangs chiqaramiz. Ko'pchiqcha elishtiramiz. Musha eng muhim ustamlar, bek diqqat qilinglar. Bek aldirab to'g'ri sevasanlar, to'g'ri yig'maydi. Shakar bek ko'ydirsanlar, to'g'ri ochiq chiqib qoladi. Endi ko'pchiqda aldirmay solamiz. Musha bek muhim, musha bek diqqat qilinglar. Shu ko'pik tugaydi yo'qsa aql solamiz. To'g'ri intayin chiroq rang yurdi. Mushu rang obdan ba'zilar odat lapis samay qo'rsalmi, mushta penji o'xshash intayin chiroq chiqadi. Hozir mushta penji faqat lapis samaymiz. Qo'rpog'andan keyin chiqqan shogo sadirib ko'ramiz. Andan buning salgan materiallardan azroq Shenjao, azroq Sinjang, azroq kichik Hajo, shuni zep qo'ysak bo'ldi, boshqa samsak bo'ldi. Suvdan 5 chumli atrofida quysak bo'ldi. 5 chumli suv quyib bo'lgandan keyin ham shariatlarga buni endi go'yaga to'kamiz. Go'yaga to'kib bo'lgandan keyin buning salgan material chiqamiz. Tuzdan 4 qoshiq, cho'ng'ishdan markaslikka Jijingdan 3 qoshiq, Beijingdan 3 qoshiq. Undan keyin bizniki soqqan dapenji do'rimizdan 3 qoshiq. Hindijo, ya'ni mogojavdan 5-6 tal salamiz. Undan keyin yangyodan sajinglab qolsak 600 gram, sanab qolsak 12 tadan 13 tagacha yo'q-yo'q to'g'raganda selitib, undan keyin yarq qilsak bo'ldi. Endi qo'rib bo'ldik. Endi biz muhim yeri keldik. Bu yerlik to'g'og'ach buni go'yagoda 25 minut qaynatamiz, yağlı qilamiz. Endi biz yaxshi narsa maxfiy qilmasin, sizlarga bir narsa tavsiya qilayman. Mush dapenjini o'qishayotgan bu cho'ng'ishtamniki Jijing bor. Men buni shilpak kunib qoldim. Bu birinchidan qirtaq tam chiqmaydi ekan, ikkinchidan tuz chiqib olmaydi ekan, uchinchidan xushpuroq qildi ekan. Shu yaxshi narsa maxfiy qilmasin deb tavsiya qildim. Cho'ng ustamning cho'nglig'i hamma bilasizlar. Emsa go'yagoni o'tga esib, mush bo'yicha 25 minut qaynatamiz. 25 minut mu tushab qoldi. Endi biz dapenjidan chiqqan shogosi ko'rib boqaylik. Ajrimiz uchun bir ta juguna aymay berishni umid qilaman. Emsa shanba kuni, ya'ni 14-sila bir kun mushta o'xshagan dapenjini bir kun haqsiz xalq sundiq.